O'zbekistonda 20 mingdan ortiq sport maydonlari mavjud. Va shu sport bilan shug'ullanish istagidagi millionlab sport havaskorlari mavjud. Bularni birlashtiruvchi ilova esa Playmate hisoblanadi. Bilasiz, eng mashhur sport turlaridan biri futbol tashkillashtirib o'ynash uchun ham sizga kerakli bo'ladigan narsalar: maydon egasining telefon raqami, qaysi vaqtda bo'shligini aniqlash va futbol o'ynash uchun 10 tadan 15 tagacha yetarli jamoa a'zolarini to'plash. Bu juda ham mushkul ish. Buni qildingiz degan taqdirda ham futbol vaqtida o'sha insonlar yetib bormasa, yana jamoa buziladi, sport bilan shug'ullana olishmaydi. Bu muammolarga yechim sifatida biz Playmate ilovamizni taklif etamiz. Bunda siz jamoa to'plashingiz, telefon raqamini aniqlashingiz va joy egasini qidirib yurishingiz shart bo'lmaydi. Ilovani o'zida O'zbekistondagi barcha maydonlar kiritilgan bo'ladi va ular qaysi vaqtda necha kishilik jamoa shakllanayotganligi ko'rsatib turiladi. Jamoa to'plamagan holda hatto yolg'iz o'zingiz ham ilovada rejalashtirilgan o'yinlar orqali boshqa bir foydalanuvchilar tomonidan tuzilgan jamoalarga qo'shilib ham sport bilan shug'ullanishingiz mumkin. Ikkinchi tomondan esa biznes egalari, ya'ni maydon egalariga ham mijoz ana shunday keladi. Ular mijoz qidirishi va bu haqida ko'p o'ylab vaqt sarflashi shart bo'lmaydi. Bu haqida batafsil ma'lumot olish uchun bizning prezentatsiyamiz bilan tanishib chiqishingiz mumkin.